Bugungi yangi ertagimiz sho'x bolalar haqida ekan. Meni do'stim kim? Har bir to'qilgan ertakda haqiqat tolalari bor. Valid va Xolid ajralmas yaqin do'stlar edi. Ular boshlang'ich maktabda sinfdosh bo'lib, ularning oilalari ham yillar davomida do'stona munosabatda edilar. Valid tabiatan dangasalikka moyil, o'yinqaroq, Xolid esa faol va jiddiy bo'lib, hamisha uy ishlarida ham, darslarda ham tirishqoq edi. Yangi o'quv yili boshlangach, ularni sinfiga Allam degan yangi o'quvchi keldi. Bor yo'g'i bir necha kun o'tdi-yu, hamma uning tarbiyasiz bola ekanini tushunib yetdi. Har doim maktabga kech kelar, dars paytida ovqat yeyishni yaxshi ko'rar, sinfdoshlariga chiqindilarni otar, ko'p gaplashishni, kulishni, o'zgalarni masxara qilishni to'xtatmas edi. O'qituvchilar unga tarbiyali bo'lishni va darslarga e'tibor berishni maslahat berishganda, u otasiga shikoyat qildi. Otasi maktabga kelib, o'g'lini himoya qildi va boshqa o'quvchilarni haqorat qildi. Shuning uchun hech kim Allam bilan do'st bo'lmadi. Allamni hamma o'quvchilar masxara qilishdi. Uni yonini oladigan bironta ham do'st topilmadi. Allam Valid va Xolidning do'stligidan havas va hasad qildi. Chunki ular ilmda ustun edilar, go'zal xulq va yaxshi odobga ega edilar, yuksak mukofotlarga sazovor bo'lardilar. Allam bu do'stlikni buzishga qaror qildi. Avval ularga yaqinlashdi, yaxshi ko'rindi, so'ng ularni yolg'on gaplar bilan urishtirishga urindi.